Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun sizlar bilan Rolls-Royce'ni egasini aniqlaymiz. Rolls-Royce haqida ozgina obzor qilib ketay. Test 5 million 68 km pробег. 12-si siz 13-chi egasi bo'lasiz. Hammasi 3 ga ko'tarilgan. Kamera sotsangiz siz buni qanchaga ketadi hozir ko'ramiz. Tak, tekshiramiz. Rolls-Royce 52 million hozirgi narxi. Ko'ringlarku narxini. Bu oddiy Rolls-Royce. Bunaqa emas. Oddiy mana 5 millionligi. Tak. Endi biz aniqlaymiz. 2000 years later. Endi Rolls-Royce'ning ham egasini aniqlaydigan vaqt keldi. Alex Grant Mobile Levoy. Xo'p, bu yerga o'zimnikini yozib qo'yaman. Alex Grant, ya'ni o'zimni Grant Mobile'dagi, ya'ni YouTube kanalidagi. Xo'p, yutadigan odam bitta mana. Soniyasini 10 emas, 5 soniya qilib qo'yamiz. Shu obunachilarni bittasi yutadi. Tak, hozir startni boshlsam, shularni bittasi yutadi hozir. Ko'ramiz. 1, 2, 3. Niyat qilgan odamga tushing. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 va O'zbekiston 101. O'zingizni nikingizni pastga yozib qoldiring va o'zingiz Telegramdan yoki Discordda menga yozing. Kutaman.